Kosmetolog sifatida biz uchun oddiy bo'lgan, lekin ko'pchilik bilmaydigan ma'lumotlarni 10 tasini siz uchun sanab beraman. Ya'ni bu terining namligi haqida afsonalar. Ko'pchilik o'ylaydi, teri namlantirsam, yuzimni o'zi namligini ishlab chiqarmaydi va yog' ishlab chiqarmaydi deb o'ylashadi va bu eng katta xato. Ikkinchisi esa terini qachon namligini berish lozim. Ya'ni biz dushdan chiqqanimizdan keyin 5 daqiqadan so'ng yuzimizni birinchi namlantirishni boshlashimiz shart. Va bu albatta bu tonerlar bo'ladi. Toner bizning yuzimizni birinchi bo'lib namlashini boshlaydi va pH-ni to'g'rilab beradi. Chunki biz dushda suvni pH-ga o'tib qolgan terimizdagi pH-ni toner orqali normaga keltiramiz. Ko'pchilik o'ylaydi, sochim yog'liq, kam yuvsam kamroq yog'lanadi deb o'ylashadi. Bu asosan genetikaga va gormonlarga bog'liq. Agar sizda genetika va gormonlarda muammo bo'lmasa, xohlasangiz har kuni va xohlasangiz juda ham tez yuvishingiz mumkin. Bu hech qanday sizga zarar yetkazmaydi. To'rtinchisi esa bu vitamin A, ya'ni retinol. Retinol haqida ma'lumot. Retinol boshlaganimizda yuzimizda qichishish, achishish va qizarishlar kuzatilishi mumkin. Bu retinolni boshlaganimizdagi asosiy sabablar va teri o'rgangandan keyin bu qisishlar hammasi to'xtaydi va bizning terimiz retinolga moslashadi. Terimiz qichishmayapti, qizarmayapti degani retinolni ishlamayapti degani emas. Aksincha, bu terimizga moslashadi va retinol ishlashda davom etadi. 5-ma'lumot esa kuchliroq degani bu yaxshiroq degani emas. Ya'ni biz kuchliroq retinol olsam yuzimga juda ham ko'p foyda beradi deb o'ylashimiz xato. Albatta retinol juda ham kam miqdorda, juda ham kichkina dozalar bilan boshlagan yaxshi hisoblanadi. 6-si esa ho'l sochlar bilan uxlash. Bu juda ham yomon oqibatlarga olib keladi, chunki bakteriya va zamburug'lar ko'payadi va sochimiz tez sinadi. Kamida 80-90% ga sochingizni quritib uxlashingiz kerak. Antidespirant qachon yaxshi ishlaydi? Ko'pchilik ertalab ishlatishni boshlaydi, lekin kechqurun ishlatganimizda bizda foydasi ko'proq bo'ladi, chunki kechqurun biz kam terlaymiz va antidespirant juda ham yaxshi ishlashni boshlaydi. 8-ma'lumot esa tirnoqlardagi oq dog'lar. Bular kalsiy yetishmasligidan emas, ya'ni kichik zarbalar, urishlar oqibatida bo'ladigan kichkinagina travmalar deb atashimiz mumkin. Sunscreen haqida asosiy ma'lumot. Sunscreenlarni, ya'ni SPF'larni boshqa mahsulotlar bilan aralashtirib surish tavsiya etilmaydi, chunki bu sunscreen asosiy vazifasini buzishi mumkin. Sunscreenning ustidan esa makiyaj qilish mumkin. Albatta, qurigandan so'ng bemalol makiyaj qilishimiz mumkin bo'ladi. Oxirgi ma'lumotimiz, sunscreenni mashinada qoldirmang, chunki SPF'imizning sifati buziladi. Juda ham kun issiq bo'lgani oqibatida asosiy funksiyasini bajarmaydi. Shuning uchun SPF'larni yonimizda salqin joyda olib yurishimiz eng to'g'ri. Issiq yoki sovuqda mashinalarda qoldirish mumkin emas, chunki yaroqlikligi yo'qoladi va tarkibi buziladi. Shuning uchun SPF'larni yonimizda olib yurish tavsiya etiladi. Yanada ko'proq ma'lumot olish uchun shu sahifaga obuna bo'ling va bizni oddiy va kerakli bo'lgan ma'lumotlarni yanada ko'proq ma'lumot olish uchun bizni sahifaga obuna bo'ling va oddiy va kerakli bo'lgan ma'lumotlarni olishda davom eting.